Here we go. Lewis Hamilton Scuderia Ferrari jamoasi bilan 2 yilga 2+1 shaklida shartnoma imzoladi va 12 yillik ajoyib faoliyatdan so'ng Mercedes jamoasini tark etmoqda. Macintosh? Macintosh nima aldading? Hamilton Ferrariga o'tib ketibdi, Mercedesda qoladi degding. Chumam, nima deyapsan? Fabrizio Romano ham post yozibdi, Instagramdan tashiyman. Ferrariga o'tib ketibdi Hamilton. Темная ночь, только пули свистят. 2024-yil juda bir qiziq holat yuz berdi. Hattoki bu haqda shaxmat bilan umuman aloqasi bo'lmagan Fabrizio Romano ham yozdi. Izohlarda ko'pchilik nimalar bo'layotganligini deyarli tushunmasdi ham. Kimdir Messi Realga o'tgandek deb tushuntirishni boshlasa, boshqalar esa Ronaldo Manchesterni ko'k tomoni bo'lmish City bilan shartnoma imzolashiga tenglashtirdi. Bu postni ko'rib esa biz ikkalamiz hech o'zimizga kela olmaganmiz. Chunki rostdan ham Hamiltonni Ferrarida tasavvur qilishni boshlaganimda juda ham tasavvurlarim va kutuvlarim katta edi. Balki hozir ham tasavvur qilishda davom etishim kerakdir. Pul haqida ikki og'iz gapirib ketmasam bo'lmaydi, chunki biz o'zbeklarga bu narsa doimo qiziq bo'lgan. Rostdan ham Ferrari o'zi Hamiltonga qancha oylik beradi? To'xtab tur, gap qo'shmay turgin, mana birin-ketin tushuntiraman. Bo'pti. Hamilton Ferrari bilan 2+1 shaklida 2 yilga shartnoma imzolagan. Qo'shimcha 1 yil bilan. Bu vaqt davomida u yiliga 50 million yevro atrofida gonorar oladi va bonuslar bilan birga bu 70-100 millionga ham aylanishi mumkin. Buning ichida marketing va jamoaning ichki shartnomalari ham bor. Mercedesda qancha oylik bo'lgan? Mercedesda esa bu summalar 45 million yevroni tashkil qilgan. Faqatgina reyslarda g'olib bo'lsagina o'sha vaqtda Lewis Hamilton bonuslarga ega chiqqan. Agarda hayotim davomida qanaqadir xato yoki kamchilikka yo'l qo'yganimda kimgadir to'nkab yuborishni unchalik ham xohlamayman. Lekin baribir ham Hamiltonni cho'kishda Verstappenni qo'li bor. Faqat suvlagan Max emas, balki uni shefi, ya'ni otasi Jos Verstappen. Xullas, Jos Verstappen Maxdan juda ham qabih yo'llarda foydalandi. Ya'ni Max tug'ilganda uni hayot yo'li aniq bir tekisda chizilgan edi. Formula 1 haydovchisi bo'lish. Balki rostdan ham bolaligidan o'zi xohlagandir. Kim biladi deysiz. Max 2015-yil debut qilganidan keyin tobora Hamiltonga yaqinlashib keldi. Bu esa 2021-yilgacha bo'lgan natijalar. 2021-yil esa butun dunyoga shov-shuvli bo'lgan mana bu voqea sodir bo'ldi. Max Verstappen, Mercedes not happy. Red Bull will be going Dutch in 2021. Max Verstappen. Ha, aynan FIA'ning xatosi va Max Verstappenning chempionligi. Kimdir uni o'g'ri deb ataydi, lekin yo'q. Shaxsan Maktoshi bunaqa deb hisoblamaydi. Chunki Maxda allaqachon natijalar yaxshi va juda ham yuqori edi. Ya'ni u qilish kerak bo'lgan ishni ortig'i bilan bajarib berdi. Formula 1 sotib olganmi bular? Qolgani ham raso qilgan ekan. Max Verstappen g'irt o'g'ri o'zi. Yo'q, qarang, Ilyos. To'g'ri, poyganni rasosi chiqishga chiqqandir, lekin Max Verstappen shuncha yildan beri harakat qilib kelyapti. U ham loyiqda, tushunasizmi? Shundan so'ng esa Lewisning 8-jahon chempionligidan atigi 8,5 ochko ajratib turgan edi, xolos. Bu oradagi kichik farq esa yildan yilga uzoqlasha boshladi. Xo'sh, aynan mana shu davr Red Bull va Max Verstappenning eng yuqori nuqtaga chiqishi va Mercedesda rivojlanishlar to'xtab qolgan vaziyatga to'g'ri keldi. 2022-yil. Bizning qahramonimiz afsuski mavsumni juda yomon o'tkazdi. 6-o'rin, 240 ochko, 9 ta podium va 0 g'alaba. 2022-yilgi reglament o'zgarganidan so'ng Mercedesda V13 modelini ishlab chiqishda juda ham bir ko'plab muammolar yuzaga kelish boshladi. Ayniqsa porpoising deb ataluvchi tebranish, mashinaning tepadan pastga silkinishi avvalgi modellarga nisbatan jiddiy muammo tug'dirdi. Toto Wolff va jamoa V13 ning past balandlikda ishlash va mashinaning tag qismi bilan bog'liq dizayn qarorlarini noto'g'ri baholashgani, bu esa past tebranish va aerodinamik noaniqlikka olib kelganligini ta'kidlab o'tdi. Mercedes yil davomida muammolarni hal qilishga urinib ko'rdi. Yangiliklar kiritdi, lekin ko'pincha kichik o'zgarishlar bilan cheklanib qoldi. Ya'ni katta bir konsept asosida hech qanaqa yechim topa olmadi. Avvalgi yillarda doimiy g'alaba va sovrinlarga odatlangan jamoa uchun raqobatchilarni ustunlik qilishi qanaqadir ma'noda psixologik bosim yaratdi. 2023-yil esa 3-o'rin. Mavsum davomida 234 ochko, 6 ta podium va yana 0 g'alaba. Shu joyda o'ylashingiz mumkin. Qanaqasiga 22-yilda bu yildan ko'proq ochko olib, 6-o'ringacha tushib ketdi.
Bunga sababchi yagona odam esa albatta Max Verstappen. 23-yilgi mavsumda 22 Grand Prixdan 19 tasida g'alaba qozongan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ana o'tgan videoyingda aytgandim, Adrian Newey o'shami? Da, xuddi o'zi. Короче, Max'ni bывший teammate bor edi. U ikkita adashmasam poygada birinchilikni qo'lga kiritgan, o'sha Red Bullda eng pikka chiqqan davri bo'lgan. Hamilton va Mercedes jamoasi ground effect davrida hali ham mukammal balans va aerodinamika muammolarini to'liq hal qila olmadi. V14 mashinasi barqaror emas. Ba'zi poygalarda chiroyli performans ko'rsatsa-da, doimiy ravishda podiumga chiqish yoki g'alaba uchun umuman kurasha olmadi. Hamilton ham shu vaqtdan so'ng anchagina sovishga boshlagandi. Yil davomida mashinaning noaniqligi, tezlik farqligi, raqobat bosimi uni psixologik jihatdan qanaqadir yerga bosib qo'ygan. Bechara vashcha qattiq siqilib qolgan bo'lsa kerak-a. Bundan tashqari jamoada ham muammolar yuzaga keldi. Ayrim poygalarda Mercedes strategik jihatdan noto'g'ri yo'llarni tanladi yoki eng yaxshi konfiguratsiyalarni qo'llay olmadi. Bu esa Hamiltonning imkoniyatlarini cheklab qo'ydi. Ha, Mercedes, Ferrari, Red Bull konkurentsiyasiga keyingi yildan boshlab McLaren ham qo'shilgan. Ana O'zbekistonga kelgan jingalakkanlarni komandasi emas. Ha, xuddi o'zi. So'kinga, xumorini, Rolkinkanlar. Yap yangi V15 mashinasi katta umidlar bilan taqdim etilgandi. Lekin mavsum boshidan boshlab texnik muammolar birin-ketin yuzaga chiqa boshladi. Eng asosiy muammo bouncing, mashinaning yuqori tezlikda sakrashi. Mercedes bu muammo bilan 2022-yildan beri kurashib kelyapti, lekin haligacha yechim topa olgani yo'q. Hattoki o'tgan yilgi reyslarda ham mashina qanchalik sakrab yurganini deyarli ko'pchilik payqagan bo'lsa kerak. Shuningdek, mashinaning orqa qismi yetarlicha balansda emasdi. Burilishlarda avtomobil orqa tarafdan qochib ketardi. Bu esa Hamilton va Russell uchun boshqaruvni anchagina qiyinlashtirgan. Bulardan tashqari shinalar bilan bog'liq muammolar ham Mercedesni anchagina qiynab qo'yuvdi. Orqa g'ildiraklar tez qizib, poyga davomida juda tez eskirib ketgan. Avstraliya Grand Prix'sida esa eng og'ir holat sodir bo'ldi. Hamiltonning mashinasi energiya tizimi nosozligi sabab to'xtab qoldi. Russell esa avariyaga uchradi. Macintosh stroke o'tganini ko'rib yo'l o'rtasiga oqib tashlaganmi? Da, xuddi o'zi. Red flag, red flag, red flag. I'm in the middle of a track. Red flag, red flag. Red flag, you got stroll. Red. I'm in the middle. Red. Va shularning barchasi Hamilton uchun umidsizlik belgisi edi. Ferrari esa Mercedesga nisbatan allaqachon favorit jamoa sifatida gavdalanib borayotgan vaqtda 24-yilning o'rtasida yo'q Hamilton Ferrariga o'tib ketdi. Bu transfer aytib o'tganimdek ko'pchilikning e'tiboriga tushdi. Carlos Hamiltonning Ferrariga kelishini bilishi bilan o'z joyini unga bo'shatib berib, o'zi esa Williamsga o'tib ketdi. Bir tomondan Carlos Williamsga o'tishi ham ko'pchilik uchun wow bo'ldi. Ferrarining yarim fan bazasi shundoq Williamsga to'lig'icha o'tib ketib qoldi. Mercedesda esa Hamilton o'rniga italiyalik yosh haydovchi Kimi Antonelli kelib qo'shildi. To'g'risini aytsam, bu bolaga umuman ishonmagandim, ayniqsa o'sha testlarda avariya bo'lganligidan so'ng. Lekin to'g'risini aytsam, mavsum oxirigacha meni juda ham hayron qoldirdi. Faqatgina shu Maxga yo'l berib qo'ygani biroz tushunmovchilik bo'ldi-ku, lekin o'ylaymanki, bu uni ataylab qilmagan. O'ylaymanki, nima uchun Mercedesdan bu bratimiz ketdi degan savollarga barchalar javob oldinglar. Like bosmadingiz-a? Shu joygacha ko'rib ham like bosmadingiz-a? Qancha harakat qilyapmiz? Hatto bitta like bosib qo'ying. Mana eson-omon YouTube'da ham boshlab oldik. Agarda Maktoshi proyektini poddershka qilmoqchi bo'lsanglar, pastda opisaniyada link qoldirdim. Tirikchilik.uz sayti orqali bizaga mehr qoldirsanglar bo'ladi. Xullas, sizlar bilan Maktoshi jamoasi keyingi videolarda ko'rishganda, ko'rishguncha.